vazirlari buncha o'rinbosar bo'lib ketib, 8 ta o'rinbosar bo'lib ketibdi, pasaytiraylik dedik. Dod soldik, voy qildik, 4 tasini qisqartirdik. Kecha bosh prokurorda 10-o'rinbosar tayinlandi. 10-o'rinbosar tayinlandi. Biznes ombudsman. Bosh prokuror, biznes ombudsman Haqiqatan shunchami? 10-o'rinbosar etib tayinlandi. Masalan, nima deysiz bunga endi? Misol, mana bu qo'l bola boshqaruv bo'lmasa nima? Hayratda qolgan surat bo'ladi-yu, izohga o'rin yo'q deydi-ku, xuddi o'sha holatda. Ya'ni qarang, qishloq xo'jaligi bo'limi bor. Qishloq xo'jaligi bo'limi bor. Misol, tadbirkorlar bo'limi bor bosh prokuraturada. Yanagi tug'ruqxona bo'limi albatta ochiladi. Men qarang, o'zi mani bilishimcha 5000 odam ishlaydi, menimcha prokuratura tizimida. Agar 10 ta bo'lsa, har 500 ta odamga bitta rahbar bor ekanda. Yo'q, mana bu juda ham mana bitta misol tariqasida ko'raylik. Islohotni misol tariqasida ko'raylik. Mana siz 2 yil oldin eshittirish qilgan paytingizda biz shu yerda o'tiruvdik, o'shanda gaplashuvdik. Qo'chqorovda 9 ta o'rinbosar bor ekan. Shuni to'polon qildik, boshqa qildik, u qildik, bu qildik, 4 tasi bo'shadi. 5 ta o'rinbosar qoldi. Islohotlar bo'ldi. Bugun yana nimaga shu xatoga yo'l qo'ydi?